Assalomu alaykum azizlar. Misol siz salondan yangi texnika sotib oldingiz. O'sha texnikaning instruksiyasi bor albatta. O'sha instruksiyasini avval o'rganasiz, bilasiz nimaligini, keyinchalik texnikani boshqarishga harakat qilasiz. Xuddi shunday ham bizning Behri loyihamiz ham avval o'rganasiz, tekshirasiz nimaligini, qonuniyligini, sertifikatlari bor yo'qligini, qanchalik ishonchligiga ishonch hosil qilib, keyingina biznes joy sotib olasiz va keyin bizlarga o'sha daromad qila boshlaysiz. Kimningdir pensiyasi kamlik qilyaptimi? Yoki ishlaganda ish haqi kammi, nafaqangiz kammi? Qo'shimcha ish qidiryapsizmi? Marhamat, bizning Befri kompaniyamizda ana shunday imkoniyat bor. Menga murojaat qiling. Profilimda telefon raqamim, Telegram rechkam bor. Men bilan bog'laning, noldan o'rgatamiz. Marhamat.